Frunze massivida yanada chiroylikkina yangi remontli kvartira sotuvga chiqmoqda. Kiyev universiteti yaqinida 4 qavatli yangi planirovka uylarida birinchi qavatidan 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan, shu ko'rib turgan tayyor chiroylikkina xonadon sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya yaxshi, yo'lda bo'yatiga 50 metr, ya'ni bu ichkari tomonda emas, mashina qo'yishga parkovkalari mavjud. Endi uyda holatni ko'rishingiz mumkin. Holati mana yorqin ranglardan foydalanib, chiroyli lyustralardan qo'yishgan, gilam parda qo'yilgan, radiatorlar ilingan ko'rishingiz mumkin. Barcha joylarda bu tomonda 6 metrli verandani yarmi bu xonaga qo'shilgan. Romlar akfa, ortiqcha umuman rasxod yo'q, konditsioner ilingan. Mana bu tomoni tashqaridan kirib kelish qismi ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda garderob qilsangiz bo'ladi, to'g'ri desa ikkinchi xonasi. Yotoqxona qismlari tashqi tomondan temir panjaralargacha o'ralgan. Xo'p, bu tomonda alohida qilingan, ko'rishingiz mumkin, hojatxona hamda vanna xonalari, bu yer vanna, kafellar qilingan, radiatorlargacha olib kirilgan. Ko'rishingiz mumkin, aresollargacha qo'yilgan. Holati yaxshi, faqatgina o'zingiz jihoz olib kirib yashasangiz bo'ldi. Bu tomon oshxonani o'rni, oshxona verandani yarmiga ko'chirilgan, ko'rishingiz mumkin, 3 xonaga o'zgartirilgan. Xo'p, buni mana shu yerdan tushsa bo'ladigan podvali mavjud. Podvalni ham chiroylikkina qilib, nimasini kotyolni pastga o'rnatishgan ekan. Birinchi qavatda joylashgan ushbu shinamgina kvartira egalari tomonidan 31 ming dollarga baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham yaxshi ta'minlashib boramiz.